Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'liqsizlarmi? Yana bir ayanchli hodisa ro'y bergan. Joy yana seli yonib ketgan. Geshda yongan bir 2 kun oldi, ya'ni 24-noyabr kuni yonib ketgan. Yong'in sababini e'lon olmasak, kabeldan ekan. Yine avvalgi joy bo'lgan, avvalgi kabel bo'lgan. Geshda yonib ketgan. Bir de gazon bo'lgan, qatyoqlar bilan saynan ko'p tursalar, o'zi turmush o'rtog'idan ajralgan ekanlar. Manzil shu Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 kala do'stlikdamiz 4-bir katta aytiladi ekan. Bu yerlar ham yer yonib ketgan. O'zi nima turadi ekanlar? Hukumat tarafdan nima berilgan ekan? Shifratilsin deb material bergan ekanlar, lekin ular ham yonib ketgan. Bu yon tarafda ko'p turganlarning rekalari, strafilalari, hamma narsasi yonib ketgan. O'zi yana boquvchisi yo'q ekan. Yana sel hammasi yonib ketdi. Qish kelayotir, bilasan endi, yani dekabrdan boshlab sovuq boshlanadi ekan. Shundan elde şu üstünü bastırıp, yine götürsüler. Üstünü bastırıp kalış kerak ekan buni. Iloji boricha şöyle net koyaramiz deb turibdilar. Pastalar sağ, shuning uchun sel yongan yerlar ham ko'rib turib olasiz. Yeyishsa qamagan. Hech kim boshdan tushmasin. Her sabah şu niyet ketamiz. Shunday joylar chiqarish bizlarga nasib etmaydi, lekin endi olacak iş var. Bizden qo'ldagi narsa emas, hech kim qo'ldagi narsa emas, hech kim boshdan tushmasin. Ayniqsa qishdan oldin. Hammalar yongan. Şuna sizlardan endi ben azroq yordam so'rab turamiz. Qo'lingizdan kelgancha, oilangizni orttirgancha. Bibijon opamadi, kim edi? Bibijon opa degan uy yongan ekan. Shunday ahvolda ayna do'stlar. Hech kim boshdan tushmasin. Shunday yeyishsa qamagan. Qo'shnilar hammasi yordamga keldi. Ishlab turibdilar, hozirgina ishlari beklab turibdilar yon tarafina. Qarashib yuribdilar. Hozirdan biz geç bo'lishga qatnashga geldik. Ekranlarda telefon nomerlari, karta ulangan nomerlar qoldirib qo'yaman. O'zlaringiz agar qo'lga beraman desanglar, telefon orqali gaplashib, manzilni tushunib, olib kelsanglar ham bo'laradi. Yordam beraman desanglar, yordam bersanglar ham bo'laradi. Kelib turib o'zlaringiz qarash ko'mak, qo'l ko'magi. Hamma narsa yonib ketgan. Lekin hech kim yetmayapti, shu Sami Glavnisi. Hech kim yetmagan. Yollar ham ketgan emas. Hamma sog', salomat. Ekranlarda telefon nomerlar, karta nomerlar, oilalaringizdan orttirgancha, qo'lingizdan kelgancha yordam etsanglar bo'ladi. Videoni ko'proq tarqatib qo'yamiz. Keyingi videolarda görüşürüz. Sog' bo'lin, sog'lig'ingiz yetkazgan bo'lsin.